Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan asabini o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydigan tema Shvetsiya televiziyasida. Kurashning Shvetsiyadagi hayoti til maktabi bilan boshlandi. Shvetsiyaga kelgan har qanday ko'chmanlar hukumatning yordami bilan ko'chmanlar uchun ochilgan shved tili maktabida xotirjam o'qish fursatiga erishalaydi. Şivit tilining boshlang'ich saviyasi A-dan D-gacha 4 bosqichga bo'lingan bo'lib, buni muvaffaqiyatli tamomlaganlar o'zlarining ehtiyoji va maktabdagi o'rganishiga maslahat berish xodimlarining yo'l ko'rsatishi bilan kasbiy maktablarga kirib o'qib, tezroq xizmatga chiqadi. Bu osonroq yo'l bo'lib, maktab bitirgandan keyin o'qigan kasbiga asosan ishga o'rinlashtirish organlari tarafidan ishga tunishtiriladi. Agar yuqori o'rlab o'qishni xohlaydiganlar bo'lsa, o'rta maktab saviyasidagi til maktabiga kirib o'qiydi. Bu A, B, C deb 3 darajaga bo'lingan bo'lib, bu darajadagi til o'tkulidan o'tganlar oliy maktabga kirib o'qish fursatiga erishalaydi. Agar o'z yurtida oliy maktabda o'qiganlar bo'lsa, diplomini Shvetsiya Ma'rif ministrligi tarafidan tasdiqlatgandan keyin o'zining burunqi kasbiy sohasi bo'yicha kerakli bir qism darslar bo'yicha to'liqlash ilib borsalar bo'ladi. Universitetning butun darslarini qayta o'qishning zaruriyati yo'q edi. Kurash til maktabiga kirib, shved tilidan ozroq savodini chiqiribla, bir tarafdan aktiv siyosiy faoliyatlarda bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining san'at talanti bilan boshqalarning diqqatiga sazovor bo'lishga boshladi. Buning yorqin ifodalarining biri Ali Moller boshchiligidagi Dunyo musiqa orkestri edi. Kurash dastlabki mezgillarda Eskilis Tunada chiqadigan Eskilis Tuna Kirur gazetida bir qancha qitim tunishtirildi. Bu gazet orqali kurashning orqa ko'rinishidan xabar topgan Shvetsiya televiziyasining xabar ishlovchisi Ulf Karistin kurashning hayotiga va Uyg'urlarga qiziqib qoldi. U 2001-yildan boshlab kurashning orqasida yurib, bir qism ko'rinishlarni suratga oldi. 2002-yili yozda kurash Eskilis Tunada Uyg'ur kechisi nomli Uyg'ur madaniyatini tunishtirish faoliyatini ilib bordi. Faoliyatning umumiy chiqimini Eskilis Tuna shaharlik madaniyat idorasi ustiga oldi. Faoliyatning mazmuni Uyg'urlarning tamoq madaniyatidan tortib, siyosiy hayotigacha bo'lgan keng mazmunlarni o'z ichiga olgan edi. Faoliyatda kurash Uyg'urcha musiqalar bilan Uyg'ur madaniyat faoliyatining mazmunini beyitdi. Faoliyatga Shvetsiyadagi ko'zi ko'ringan bir qism madaniyat faoliyatchilaridan sirt, bir qism siyosiy arboblar va muxbirlar qatnashdi. Faoliyatning barliq jarayoni Shvetsiya televiziyasi birinchi kanali tarafidan to'liq suratga ilindi. Ertasidan boshlab Uyg'ur kechisi faoliyati haqida xabarlar Shvetsiyadagi har qaysi axborot vositalarida e'lon qilinishga boshladi. Shvetsiya televiziyasi birinchi qanalning film ishlovchisi Ulf Karistin taki 2003-yili bahor oylarigacha kurash va Uyg'urlar haqida material to'pladi. Film 2003-yili 5-oyning o'rtalarida Shvetsiya televiziyasining birinchi kanalida rasmiy tarqatildi. Kurashning hayoti haqida ishlangan bu film yarim soat atrofida bo'lib, televiziya kanalining Yangi Shvetsiya nomidagi programmasining tunji soni sifatida qo'yilgan edi. Filmda asosan kurashning Shvetsiyadagi hayoti asosida kurashning tili bilan Uyg'urlarning shu chog'dagi vaziyati yo'ritib berilgan edi. Ham uningga televiziya arxiv xonasida saqlanayotgan bir qism Uyg'urlar haqidagi sin ko'rinishlari qistirma qilingan edi. Bu filmning Shvetsiya davlatlik televiziyasining birinchi kanalida qo'yilishi Shvetsiyada Uyg'urlarni tunishtirishda turtkilik rol o'ynagan edi. Gerçi bu mezgillarda Shvetsiyadagi Uyg'urlarning umumiy soni 100 ga yetmisi-mu, ammo Shvetsiyada shvedlar bilan 20-asrning oldingi yerimida quyuq munosabatda bo'lgan Uyg'urlarning mavjudligini shved xalqiga keng ko'lamda namoyon qilib bergan edi. Tema Ali Moller va Dunyo musiqa orkestri.
Ali Moller Shvetsiyaning atoqli muzikanti bo'lib, uning boshchiligida Dunyo musiqa orkestri bor edi. Dunyo musiqa orkestrining tarkibida Gretsiya, Senegal, Kanada, Meksika qatorliq davlatlardan kelgan bir guruh muzikant va naqshchilar bor edi. Ali Moller kurash bilan uchrashgandan keyin kurashdagi muzika va naqshi talantini ko'rib, uni darhol o'zining guruhiga taklif qiladi. Ali Mollerning taklifini kurash xushallik bilan qabul qiladi. Garchi bu vaqtda kurashdagi shved tilini tuzuk bilmasimi, ammo ular bir-birini tushunib bo'lgan edi. Garchi ular turmushdagi ijtimoiylashgan aloqa tilida fikrlasholmasimi, ammo ular insoniyatga o'rtaq bo'lgan tuyg'u va san'at tili bilan paranglashish fursatiga erishgan edi. San'at amaliyotda tabiiy qalb tili bo'lib, u insonlarni tuyg'u bilan tushunishga elib boradi. Kurashning muzika va san'atdagi talanti va sezgurligi guruhdagilarni xushal qilgan edi. Kurash boshqa millatning muzika va naqshlarini bir anglabla notisi yo'q ahvoldimi qayta chilib beraydi. Odatda bu guruhdagilar ko'pincha vaqtlarda boshqa millatlarning naqshi muzikalarini chaladigan bo'lib, endi bularning orasiga Uyg'urcha naqsha muzika va sazmi qo'shilgan edi. Kurashning guruhidagi vazifasi boshqalarga Uyg'urcha muzikalarni o'rgatish va boshqa millat naqshi muzikalariga dudlarni tankash qilish edi. Ular 2003-yili Shvetsiyaning nurg'un shaharlarini aylanib yurib o'yin qo'ydi. Lond shahrida o'tkazilgan xalqaro naqshi muzika festivaliga qatnashdi. Bularning hammasida kurashning ijrosi va boshqa sabdoshlarining tankash qilishi bilan Uyg'urcha naqshlar o'rindaldi. Ular nerga berib o'yin qo'ymasin, kurashning o'rindishida birdan Uyg'urcha naqsha o'rindilatdi. Ular kurash tarafidan ijod qilingan Atlanduq nomli naqshini nihoyat jushqin ohang bilan akkordlashtirib chiqqan bo'lib, naqshining boshlanishi dudlar bilan, asosiy qismi g'arb chalg'ulari bilan o'rindilatdi. Atlanduq Sultan bulup xan ötken Uyg'urum sen jahanda, olam shahid bo'lganti sen tarixni yozganda. Do'st deganlar ottimush, insof bormi shaytonda, xon jamiyati Uyg'ur biz asir otlab manganda. Atlandık biz bugün ulug' bir büyük jangga, anglansun jangi var marşimiz bu alemge. Atlandık biz bugün ulug' bir büyük jangga, anglansun jangi var marşimiz bu alemge. Erkinlik meş'ili yansın her yerde, erkinlik meş'ili yansın her yerde. Sultan bulup xan ötken Uyg'urum sen jahanda, Oğuzlar kudreti dünyani bir alganda. Buğraxallar şevkiti alemge taralganda, xan jamiyati Uyg'ur biz esir atlab manganda. Atlandık biz bugün ulug' bir büyük jangga, anglansun jangi var marşimiz bu alemge. Atlandık biz bugün ulug' bir büyük jangga, anglansun jangi var marşimiz bu alemge. Erkinlik meş'ili yansın her yerde, yansın her yerde. 2004-yili 10-sentabr kuni Xon jamiyatiga tava teatr xonida Shvetsiya tashqi ishlar ministri Anna Lindning qaslab o'ldirilganligining 1 yilligiga bag'ishlangan murosimi bo'ladi. Bu murosimga Yevropa ittifoqiga tava barliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlari qatnashgandan sirt, Shvetsiya xon jamiyati, Shvetsiyaning yuqori darajalik amaldorlari va Shvetsiyada turishliq davlatlarning bosh elchilari qatnashadi. Bu murosimning san'at numurlari Ali Mollerning boshchiligidagi Dunyo musiqa orkestriga topshirilgan bo'lib, kurash bu orkestrning tarmoqida bir qancha qitim Uyg'urcha kiyimlar bilan sahnada paydo bo'ladi va bir qitim o'zi yolg'iz guruhi tarafidan akkordlashtirilgan Ömlük namlıq Uyg'urcha naqshini o'rindab, tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishidi.
Murosimning butun jarayoni Shvetsiya davlatlik televiziyasi birinchi kanali tarafidan naq maydondan tarqatiladi. Kurash murosim oxiridagi choy, qahva va tomoq ziyofatida har qaysi davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasini tunishtirish fursatiga erishidi. Kurashning Shvetsiyaning atoqli san'atkori bilan birlikda cho'ng murosim va sahnalarda paydo bo'lishi va san'at orqali Uyg'ur vaziyatini anglatish fursatiga erishishi keyingi kunlarda Xitoy hukumatining kurashga qattiq bisim ilib kelishiga sabab bo'ladi. Tema telefondagi jang. Kurash Qozog'istondagi vaqtida Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyining muavin raislik vazifasini o'tagan bo'lib, u shu salohiyati bilan bir qism xalqaro siyosiy faoliyatlarga qatnashgan. Kurash Shvetsiyaga kelgan mezgillar Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi bilan Sharqiy Turkiston Milliy kengashi birlashib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomida yangidan bir tashkilot qurish tashabbusi bo'layotgan mezgil bo'lib, Kurash bu chaqiriqqa aktiv ovoz qo'shidi ham bu ikki tashkilotning birlashib Dunyo Uyg'ur qurultiyini qurish yig'iniga qatnashidi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgandan keyin kurash toki tugab ketguncha Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishlik vazifasini o'taydi. Kurash Shvetsiyada 2003-yil 6-oyning 22-kuni Shvetsiya Uyg'ur komitetini qurib chiqdi. Kurashning asli plani Shimoliy Yevropa quruqlig'idagi Shvetsiya, Norvegiya, Daniya va Finlandiyada birla vaqtda Uyg'ur komiteti qurib, o'xshash programma bilan harakat olib bormoqchi edi. Biroq bu mezgillarda Daniya va Finlandiya qatorliq davlatlarda Uyg'urlar ancha ko'p bo'lmaganligi uchun bu planni amalga oshirish mumkinchiligi bo'lmaydi. Kurashning bu planiga Norvegiyadan Samat Abla va Abdukerim Zohirlar aktiv ovoz qo'shib, Norvegiya Uyg'ur komitetini qurib chiqdi. 2004-yili Shvetsiya Uyg'ur komitetining uyushtirishi bilan Stokgolmdagi 4-dunyo jamiyatining yig'in zalida Uyg'ur masalasi bo'yicha yig'in chaqirildi. Yig'inga Germaniya, Norvegiya, Daniya qatorliq davlatlardan mehmonlar ishtirok qildi. Yig'indan keyin Shvetsiya, Norvegiya, Daniya vakillari Skandinaviya yarim oroli Uyg'ur komiteti qurish haqida uzun muzokarada bo'ldi. Biroq Daniya bilan Finlandiyaning shart sharoiti pishib yetilmaganligi uchun plan yanada amalga oshmaydi. 2004-yildan boshlab kurash G'arb Shamili nomida universal jurnal chiqarishni planlaydi. Biroq jurnalni maqola bilan ta'minlaydigan ziyolilar qo'shini tayyor emas edi. Jurnalning sifatlik chiqishiga hamkorlikda bo'ladigan tahrirlar guruhi yo'q edi. Jurnal chiqaradiganlarga berilgan ish haqqi u yoqda tursin, jurnalni bostirish uchun to'lanadigan pulmi yo'q edi. Kurash mushunda qiyin sharoitda G'arb Shamili jurnalini chiqarish ishiga kirishidi. Mundaqcha aytganda, G'arb Shamili orqali Sharq Shamiliga zarba berish harakatini boshlaydi. Mavzuning ayni chog'da Sharq Shamili G'arb Shamilni besib tushidi degan edi. Mavzuning so'zi bilan aytganda, Sharqning kommunistik diktatorligi G'arbning demokratiyasi ustidan g'alaba qiladi deganlik edi. Kurashning jurnalga G'arb Shamili nomini berishimi mavzuning dal shu so'ziga qarshi holda G'arb Shamilning yana G'arb demokratiyasining mavzuning davatgan Sharq diktatorligining ustidan g'alaba qildiganligini isbotlash uchun edi. Kurash oldi bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur ziyolilariga bir telefon qilib, maqola yozishga rag'batlantirdi. Ham ularning ishidan bir turkum kishilarni jurnalning tahrir hay'ati qilib tashkillaydi. Bir qism maqolalarni o'zi yozgandan sirt, ko'pincha maqolalarni yozishga odam tashkillaydi. Jurnalni chiqarishga iqtisodiy manba bo'lmaganligi uchun Shvetsiyadagi Uyg'urlarga sharoiti yor bergan doirada yordam berish tashabbusida bo'ladi. Ko'pincha iqtisodni o'z yenidan chiqirdi. Az bir qismini qarz oladi. Bu jurnal toki u vafot bo'lguncha davomlashib 4 son chiqarildi. Gerçi bu jurnal ayni chaqda faqat 4 son chiqarilib to'xtab qolgan bo'lsa-mu, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar orasida ta'siri nihoyatda cho'ng bo'lgan edi. Jurnalda Sidiq Hoji Ro'zi, Abdukim Boqi, Ahmad Egambardi,
Nəbijan Tursun, Əhmədcan Osman, Qahar Barat qatarlıq chetlərdə yaşayotgan bir türküm sərxillərimizning har xil janrdagi maqollari e'lon qilinib, xalqimizga ma'naviy zo'q beg'ishlagan edi. Jurnal Qozog'iston, Qirg'izistondan tortib toki Amerikagacha bo'lgan orliqdagi Uyg'ur yashayotgan davlatlarda tarqitilib, Uyg'ur axborotchiligidagi yangi bir yulduz bo'lib chaqnagan edi. Kurash faqat jurnal bilan to'xtab qolmay, yana shu yili Hür Uyg'ur nomida internet radiosi ta'sis qilib anglatish berdi. Bir qism Uyg'urcha tarixiy romanlarni o'z o'qib tarqitdi. Kurashning mayli siyosiy jihatdagi aktiv faoliyatlari bo'lsin, mayli san'atni vosita qilib turib ilib borgan mujodilasi bo'lsin, har qaysi davlatlar orasidagi Uyg'urlar orasida zo'r ta'sir qo'zg'aydi. Uning ustiga kurash tarafidan ijod qilingan Sharqiy Turkiston istiqlol marshi Shvetsiyadagi nomi bor orkestr tarafidan o'rindilib, Shvetsiya Sorumland o'lkasining 2004-yillik murosim muzikasi qatoriga kirgizildi. Amaliyotda kurashning ta'siri yolg'iz Uyg'urlar orasida namoyon bo'libla qolmay, yana shvedlar orasida namoyon bo'lishga boshlagan edi. Kurashning siyosat va san'atni vosita qilib turib ilib borgan mujodilalari va uning qisqa mazgil ichida xalq orasida yaratgan ta'siri Xitoy hukumatini o'g'isini qaynatdi. 2005-yildan boshlab kurashga Xitoy hukumatining tahdid telefonlari va ilxatlari kelishga boshlaydi. Telefonni ba'zida Xitoy zuvalliqlar ursa, ba'zida Uyg'urcha bildigan Xitoylar uradi. Her qatimliq telefon söhbətində kurash o'zining maydonini aniq ifodalaydi. Uyg'urlar duch kelayotgan zulm va tengsizliklarni fosh qiladi. Xitoyning dastlabki telefonlari bir qadar ilmiy shaklda kurashni siyosiy faoliyat qilmaslikqa undaydi. Kurash ularning so'ziga parvo qilmagandan keyin ular bevosita tahdid bilan siyosiy faoliyatini to'xtatmoqchi bo'ladi. Keyingi kunlarda ularning kurashga qilgan so'zlarining orasida bugungi kunda bizning dunyoda qilolmaydigan hech qanday ishimiz yo'q. Qo'limiz har qanday yerga yetadi. Agar xohlasak, xohlagan vaqtida seni yig'ishtira olamiz. Sen o'zingning nimada o'lganligingni bilmay qolasan. Rangsiz, puroqsiz moddalarni tekshiribmi aniqlay olmaydi. Agar gapimizga ko'nmasang, hayotingni badal qilib to'laysan, degan so'zlarmi bor edi. Kurash har qitim tahdid telefoni topshirib olganda soqchiga ma'lum qilib qo'yatdi. Hatto bir qitim kelgan tahdid ilxitini shvetschaga tarjim qilib soqchiga berdi. Xitoy soqchilaridan kelayotgan bu tahdidlar kurashning irodasini qilchimi tavirtalmaydi. U bir tarafdan xalqaro qalamkashlar jamiyatining Uyg'ur sho'basini qurish tayyorligini qilsa, yana bir tarafdan Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2008-yillik Olimpik musobaqasiga berib, shu yerda Uyg'ur davosini qilmoqchi bo'ladi. Kurash 2005-yildan boshlab 10 tomliq Uyg'ur xalq naqshlari to'plami chiqarishni plan qilgan bo'lib, kurashning bu planini Eskilistuna shaharlik madaniyat idorasi qo'llagan va uningga maosh bekitib ishxona ajratib bergan edi. Kurash shundan beri har kuni shu yerda bayram, dam olish kuni demay ishlayotdi. 2006-yili 11-ayning 3-kuni Turkiyada o'tkazilgan bir musiqa yig'iniga berish uchun biletni ilib qo'ygan edi. Biroq vaqtga qarshi 2006-yili 10-ayning 29-kuni kechda vafot bo'ldi. Tema Matem. Kurash bütün kuchi bilan Uyg'ur xalq naqshlari to'plamiga kirishib ketgan edi. Kurashning ishxonasi Eskilistuna shaharlik teatrxonaning ichida bo'lib, u har kuni sahar berib, kech qaytib, o'zining planini muddatdan burun o'rindashga tirishayotdi. Shunga dam olish kunlarimi vaqti bo'lsa ishxonasiga berib ishlaydi. Qachon qaytib kelish o'zining ixtiyorligida edi. Ba'zida ishxonasidan so'lg'in qaytib keladi, lekin ba'zida qandaqdir bir narsadan norozi bo'layotgani xafa ko'rinadi. Kurash o'lib ketadigan kunimi nihoyat xafa edi. Bu 2006-yili 10-ayning 29-kuni tush mezgili edi. Davomli ko'tarib yuradigan qora so'mkasini ko'tarib olgan Kurash eshik tuyida chechilib turadi. U necha vaqtdan beri gumon qilib kelayotgan ba'zi ishlar uningga ayon bo'lgandek edi.
u əmdi partılmasa, həqiqətdə aşkarlamasa bolmaydiganlığını aniq tulub yetgan edi. U shu kuni soat 1larda uydan chiqib ishxonasiga ketdi. Kech soat 5larda qaytib keldi. U qaytib kelganda nihoyat so'lg'in va horg'in ko'rinadi. Odatda xushxo'y va so'zman Kurash bugun boshqacha kamsiz bo'lib qolgan edi. U tomoq ustiga kelib o'ltirib, bir tishlam go'shtni og'ziga soldi-da, chiroyi ko'kirib o'ltirib qoldi. Atrofdagilardan hech kim uning nima bo'lganligini bilmaydi. Jiddiy qutqizish mashinasi kelganda uning tiniqib bor yo'qligi texi ma'lum emas edi. Jiddiy qutqizish xodimlari Kurashni yerga tuz yotqizib, nafaslantirib boqdi. Ammo o'zlari o'ylagan unumga erisholmay, mashinaga silib, Eskidusuna shaharlik doktorxonaga elib ketdi. Kurashni tekshirgan doktorlar birdamdan keyin chiqib, uning u olamga safar qilganligini uqtirdi. Doktorxona yig'a-zoriga to'ldi. Uninggacha Kurashning vafot bo'lganligini anglagan Shvetsiyadagi Uyg'urlar doktorxonaga yig'ilishga boshladi. Hammasining qalbida Kurashning bundoq tuyuqsiz o'limidan gumoni bor edi. Ko'pinchisi Kurashning o'ligining tekshirilishini kutadi. Doktorlar agar Kurashning oilasidagilar qo'shilsa, o'likni rasmiy operatsiya qilib tafsiliy tekshirganligiga va'da berdi. Kurashning tafsiliy tekshirilib qilishidan kimlardir bearam, ko'ngillari parakanda edi. Biroq Kurashning onasi buningga yo'l qo'ymadi. Ko'z qarchug'idek azizlab cho'ng qilgan o'g'ildan ayrilgan onaning yuragi buningga chidamaydi. Ana yaqi yurtda jon uzgan o'g'lining o'likining parcha-parcha bo'lishini xohlamaydi. Ananing bu qaroridan kimlardir xushal bo'lib, ko'ngli joyiga tushgan edi. Kurashning o'limi birdamda butun dunyoga yeyildi. Uni tuniydigan, uni yaxshi ko'radigan Uyg'urlar motamga cho'mdi. Biroq uning o'limidan xushal bo'lganlarmi yo'q emas edi. Siyosiy sahnada haqiqatni so'zlash hamon bir kimlarni o'ziga dushman qiladi. Uning hayotining oxirgi yillaridagi taftishlik salohiyati, fikrdagi keskinligi, siyosiy safardagi yo'ldoshlarining yushin yaralariga tuz sepgan edi. Kurash vafot bo'lib 3-kuni yerlikka qo'yildi. Yaqin Iroqdan kelgan yaqin do'st birodarlari uning tavutining ustiga oy yulduzliq ko'k bayroqni yipib, dog'dug'i bilan uzitib qo'ydi. Shu kuni zulmat bosgan qora kecha texmo qaraydi. Havo fasliga mos kelmagan holda sovib, muzdek qatgan qora tuproq texmo muzladi. Amaliyotda osmondan soqqan bir cho'lponga yermu, osmonmu motam tutib Kurash o'ldi. Shunga uning qabri teshiga o'zi hayot vaqtida eng yaxshi ko'radigan tuvandagi so'zlar yozildi. Kurash o'libdi desa kim ishonadi? Men o'lishim tabiiy, ammo Kurash o'lmaydi. U mangu davomlashadi. Uning o'limiga qayg'urgan Ahmadjon Osmon tuvandagi she'ri bilan ta'ziyasini bildirdi. Seni kutimiz. Ketib qolding baldur nimancha. Atmadığı tıxi tınımız, Muğdaş qancha dutarın bilen, Tünüməkdə milli inimiz. Çaqırdı mı ya ki şehitler, Anlıqısı kilip bir pədə, Sorab baqqın ulardın dostum, Quyaşımız tipilar nədə? Kiləlmisən əgər sən qaytib, Biz qalımız uçursuz yenə, Ay yulduzluq asmanımızda, Qalar zulmət qılıb təntənə. Tema əməlgə aşmağan arzular. İnsan arzu bilan yaşaydı. Arzu insanga jasorat, kuch, quvvat bag'ishlaydi. Kurash arzularga boy inson edi. Uning arzulari yulduzdek sanoqsiz edi. U tafakkurni qanotlantirib, go'zal arzularga cho'milib yashaydi. Albatta, arzular ko'p bo'lsa-mu, ammo uning amalga oshdiganlari nihoyatda oz bo'ladi. Kurashning ko'z oldidagi 5 yil ichida amalga oshirishni o'ylaydigan ikki arzusi bor edi. Biri qo'l tutib ishlayotgan 10 tomliq Uyg'ur xalq naqshlarini nashr qildirish.
Yana biri 2008-yili Beyjingda o'tkazilgan Olimpik musobaqasi mezgilida vatanga qaytib Uyg'urlar tortayotgan zulmni naq maydondan xalqaroga jakarlash edi. Agar u shu maqsadlar uchun vatan tuprog'ida o'lib ketsa armoni yo'q edi. Ammo u armonlari uningga ko'mildi. Ko'k osmonga talmurgan ko'zlari uchuq ketdi. U qisqa yashidi, ammo cho'lpandek parlab yashidi. Uning bilan g'oyibona didorlashayotgan mushu minutlarda uning ruhiga Allohdan jannat tilayman. Kam qolgan ikki og'iz so'z. Kurash Urumchidagi vaqtida Tangritog' kino studiyasi tarafidan ishlangan bir qism filmlarning bosh naqshisini o'rinlagan edi. Kulanga, Tash ustida echilgan gul, G'uncham qatorliq kinolar bularning tipik misollaridir. G'uncham nomli kino 90-yillarning beshida Tangritog' kino studiyasi tarafidan film qilib ishlanib bitgan bo'lsa-mu, ammo keyin Xitoy hukumatining buyrug'i bilan qo'yilishi cheklangan. Kurash bu filmning asosliq naqshlarini aytgan edi. 2019-yili 3-oyning 29-kuni tamomlandi. İlave. Qo'linglardagi bu kitob kurashning hayotiga bag'ishlangan tunji kitobdir. Aslida kurashning kurash ichida o'tgan hayotiga bag'ishlab tom-tom kitoblar yozilishi kerak edi. Ammo bu vazifa yanla keyingi avlodlarga nasib qildi. Bu kitobda so'zlanganlar uning hayotining faqat bir qismi. Agri to'qay siyosiy hayoti, kurash musobaqasida qoldirgan izlari, oilaviy kechirmishlari, yoshligidagi muhabbatlik tuyg'ulari va qo'lga keltirgan natijalari yanala bu sahifaning teshida qoldi. Men faqat bu kitob orqali uning tug'ilishidan toki vafotigacha bo'lgan orliqdagi qisqagina umrini, o'sib yetilishini badiiy yo'sinda tasvirlab berishga tirishdim. U shaxsiyatsiz zot edi. Xalqning manfaatini o'zining manfaatidan ustun ko'ratdi. Xalqning dardiga darmon bo'lish uning istigi edi. U so'zdan yanmas, yo'lidan taymas edi. U o'zining istaklari, ko'zlagan manzillariga yetish uchun hayotini badal qilishga rozi edi. Har qanday qarshilik uning irodasini sundira olmaydi. U oxir o'zining istaklari uchun hayotini tasadduq etdi. U muhabbatni, hayotni qizg'in so'yatdi. U quyoşdek ro'shan, ko'k osmondek uchuq yashidi. Kurash Kusanning kurashlik hayotiga beg'ishlab yozilgan Kurash o'lmaydi degan kitobni o'qib tugatdik. Dar haqiqat, kurash o'lmaydi. Kurashchan izbosarlar yetishib chiqadi. Tordagi do'stlarning yoqtirib anglag'iniga rahmat. Kelar qitimliq kitob o'qishimizda ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.